bugun men sizga pensiya oladigan har bir inson, ayniqsa 6000 yoshdan oshgan pensionerlar va ularning farzandlari bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap pensiya to'lovlar tartibidagi o'zgarishlar. Pensiyaning ikki qismga ajratilishi, kimga bu foyda berishi, kim ehtiyot bo'lishi kerakligi va oddiy odamlar ko'pincha e'tibor bermaydigan nozik jihatlar haqida ketadi. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz, hujjat topshirishda, qayta hisob kitobda yoki bank orqali pensiya olishda muhim imkoniyatni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Men bu mavzuni oddiy, tushunarli tilda, lekin mutaxassis sifatida barcha sabab va oqibatlari bilan tushuntiraman. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar sizga ham, ota-onangizga ham, qo'shningiz yoki qarindoshingizga ham kerak bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar pensiya deganda bitta umumiy summa tushadi deb o'ylaydi. Masalan, odam har oy 20 million 200 ming so'm olsa, u shu pulni bitta pensiya deb biladi. Aslida esa pensiya hisob kitobida bir nechta tarkibiy qism bo'lishi mumkin. Mehnat staji, ish haqi, ustamalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar, ayrim toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar alohida tartibda hisoblanadi. Oldin ko'pchilik uchun eng katta muammo shunda ediki, pensioner o'z pensiyasi qanday shakllangani, qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi qo'shimcha to'lov ekanini aniq bilmas edi. Natijada kimdir qayta hisob kitob qilish huquqiga ega bo'lsa ham murojaat qilmagan. Kimdir hujjati yetishmagani uchun kam pensiya olib yurgan. Kimdir esa yangi tartibdan qo'rqib, pensiyasi kamayib ketadi deb o'ylagan. Endi muhokama qilinayotgan va amaliyotda tobora aniqroq ko'rinayotgan asosiy yo'nalish shuki, pensiya to'lovlari tushunarliroq bo'lishi, ayrim hollarda ikki qism sifatida ajratib ko'rsatilishi. Ya'ni asosiy qism va qo'shimcha yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlovchi qism alohida tushuntirilishi kerak. Bu oddiy pensioner uchun nimani anglatadi? Eng avvalo, odam o'ziga qancha pul nimaning hisobidan berilayotganini biladi. Ikkinchidan, agar xato bo'lsa, aynan qaysi joyda xato borligini aniqlash osonlashadi. Uchinchidan, yangi qo'shimcha to'lovlar yoki indeksatsiya bo'lsa, ular umumiy summaga qanday ta'sir qilayotganini ko'rish mumkin bo'ladi. Avvalgi tartibda pensionerlarning katta qismi faqat yakuniy summani ko'rardi. Masalan, bank kartasiga 20 million 500 ming so'm tushsa, odam shu summa bilan cheklanardi. Pensiya jamg'armasiga borib so'ramasa, mehnat staji necha yil hisobga olingani, qaysi ish joyidagi maosh kiritilgani, qaysi yillar arxidan topilmagani yoki qaysi hujjat tasdiqlanmagani haqida bilmasligi mumkin edi. Endi esa asosiy e'tibor shaffoflikka qaratilmoqda. Ya'ni pensionerga uning pensiyasi faqat bitta raqam emas, balki ma'lum hisob kitob natijasi ekan tushuntirish muhim bo'lib bormoqda. Agar pensiya ikki qismga ajratib ko'rsatilsa, birinchi qism mehnat faoliyati, staj va ish haqi asosida shakllanadigan pensiya bo'lishi mumkin. Ikkinchi qism esa davlat tomonidan belgilangan qo'shimcha to'lov, kam ta'minlanganlikni yumshatish, yoshga doir qo'llab-quvvatlash yoki boshqa ijtimoiy mexanizm bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhim savol, pensiya ikkiga bo'linsa, pul kamayadimi? Men bu savolga juda aniq javob beraman. Pensiyaning tarkibiy qismlarga ajratib ko'rsatilishi o'z-o'zidan pensiya kamayadi degani emas. Bu ko'proq hisob kitobni ochiqroq qilish, qaysi qism nimaga bog'liq ekanini ajratish degani. Lekin ayrim hollarda, agar odam noto'g'ri hujjat topshirgan bo'lsa, ish staji tasdiqlanmagan bo'lsa yoki avval ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, qayta tekshiruv paytida savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga o'z hujjatlarini tartibga keltirishni maslahat beraman. Birinchi navbatda 60 yoshdan oshgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki aynan shu yoshdagi odamlar orasida eski mehnat daftarshalari, sobiq korxonalarda ishlagan yillari, arxiv hujjatlari, qishloq xo'jaligi, zavod, maktab, shifoxona, qurilish tashkilotlaridagi ish tajribasi bilan bog'liq muammolar ko'p uchraydi. Masalan, 63 yoshli fuqaro 1992 yildan 1997 yilgacha bir korxonada ishlagan. Korxona keyin yopilgan, arxiv hujjatlari boshqa joyga topshirilgan. Pensiya tayinlashda uning 15 yillik ish stajidan faqat 9 yili tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Odam esa buni bilmagan, chunki unga faqat yakuniy summa aytilgan. Agar endi u o'z pensiya hisob kitobini ko'rib chiqsa, 6 yil staj hisobga olinmaganini bilib qoladi. Bu holda arxivdan ma'lumotnoma olib, qayta hisob kitob so'rashi mumkin. Natijada pensiya miqdori o'sishi ehtimoli bor. Ikkinchi toifa hali pensiyaga chiqmagan, lekin yaqin yillarda chiqadigan fuqarolar. Masalan, inteks yoshli ayol yoki
29 yoshli erkak o'z hujjatlarini hozirdan tekshirtirishi kerak. Chunki pensiyaga chiqish vaqtida hamma narsani bir oy ichida to'plash qiyin bo'ladi. Mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lsa, ism familiyada bitta harf farq qilsa, ishga kirgan yoki chiqqan sanat tushunarsiz bo'lsa, bu keyin pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 3-toifa pensiya oladigan, lekin ishlashda davom etayotgan odamlar. Ba'zi pensionerlar men ishlayman, demak pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Bu har doim ham avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ayrim holatlarda qayta hisob-kitob uchun murojaat qilish, ish haqi yoki sug'urta badallari bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirtirish zarur bo'ladi. Agar pensiya ikki qismga ajratib ko'rsatilsa, ishlayotgan pensioner asosiy pensiya qismi qayta hisoblanadimi yoki faqat qo'shimcha to'lov qismi o'zgaradimi? Shuni aniq bilishi kerak. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik yoki yoshga doir pensiya oluvchilar. Har bir pensiya turi bo'yicha hisob-kitob bir xil emas. Masalan, yoshga doir pensiyada staj va ish haqi asosiy rol o'ynasa, nogironlik pensiyasida nogironlik guruhi, tibbiy xulosa va belgilangan muddatlar muhim bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa marhumning ish staji, oila a'zolari soni va huquqiy maqomlar e'tiborga olinadi. Birinchi misol, ota 65 yoshda har oy 1 million mayning so'm pensiya oladi. U o'tgan yil ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin pensiya hisobida 24 yil staj tan olingan. Sababi 6 yillik ish joyi bo'yicha arxiv ma'lumoti yetarli bo'lmagan. Agar u tuman pensiya bo'limiga borib, pensiya ishidan ko'chirma so'rasa, qaysi yillar hisobga olingani va qaysi yillar kiritilmaganini biladi. Keyin arxivga murojaat qiladi. Agar 6 yil tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda asosiy foyda shuki, pensiyaning tarkibiy qismlari ajratilganda odam aynan staj bilan bog'liq muammoni ko'radi. Ikkinchi misol, ona 6000 yoshda pensiyasi 9 ming so'm. U umrining bir qismini uyda bola parvarishi bilan o'tkazgan. Ayrim davrlar qonunchilikka muvofiq stajga qo'shilishi mumkin. Ayrim davrlar esa qo'shilmasligi mumkin. Bu joyda odamlar ko'p adashadi. Men bolalarni katta qildim, nega hammasi stajga kirmaydi deb savol beradi. Men tushuntiraman. Pensiya hisobida har bir davr alohida hujjat va qonuniy asos bilan tasdiqlanadi dedi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, mehnat daftarchasi, boshqa ma'lumotlar tekshiriladi. Agar hujjatlar to'liq bo'lsa, ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. 3-misol, 67 yoshli pensioner ishlashda davom etmoqda. U har oy maosh oladi, pensiyasi ham tushadi. U 2 yil ishladim, endi pensiyam ancha oshishi kerak deb o'ylaydi. Lekin oshish summasi kutilganidan kam bo'lishi mumkin. Nega? Chunki qayta hisob-kitobda faqat yangi ish davri emas, to'langan badallar, rasmiy maosh, pensiya formulasi va belgilangan cheklovlar ham ahamiyatga ega. Demak, odam faqat ishlagani uchun emas, rasmiy va to'g'ri rasmiylashtirilgani uchun foyda ko'radi. 4-misol, pensioner bank kartasi orqali pul oladi. Bir oy 1 million 300 ming so'm tushgan, keyingi oy 1 million 200 ming so'm tushgan. U darhol pensiyamni kesib tashlashdi deb xavotir oladi. Aslida ayrim qo'shimcha to'lov bir martalik bo'lishi, kompensatsiya muddati tugashi yoki texnik ushlab qolish bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, faqat kartaga tushgan summaga qarab xulosa qilmang. Pensiya bo'limidan yoki rasmiy elektron xizmatlardan to'lov tafsilotini aniqlang. Agar sizning barcha hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, mehnat stajingiz pensiya ishida to'g'ri aks etgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz pasport yoki ID karta bilan mos bo'lsa, siz ortiqcha vahima qilishingiz shart emas. Pensiyaning ikki qismga ajratib ko'rsatilishi sizga pulingiz albatta kamaydi degani emas. Aksincha, bu sizga o'z huquqingizni yaxshiroq nazorat qilish imkonini beradi. Masalan, siz oldin faqat umumiy pensiyani bilgan bo'lsangiz, endi asosiy qism qanchaligi, qo'shimcha to'lov bormi, indeksatsiya qaysi qismga qo'llanganini tushunishingiz mumkin. Bu oddiy odam uchun katta afzallik, chunki noaniqlik kamayadi. Lekin xavotir olmaslik degani beparvo bo'lish degani emas. Har bir pensioner yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysa foydadan xoli bo'lmaydi. Ayniqsa, familiya o'zgargan bo'lsa, eski pasportdan ID kartaga o'tilgan bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bank kartasi almashtirilgan bo'lsa, bu ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Birinchi nozik jihat hujjatlardagi ism familiya farqi. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva, pasportda Abdullayeva deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bir qarashda bu mayda xato. Lekin pensiya hisobida hujjat egasi aynan bitta shaxs ekanini tasdiqlash kerak bo'ladi.
Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotnomasi fadiya hujjatlar yoki sud tartibida tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat norasmiy ishlagan yillar. Ko'p odamlar bozorda, qurilishda, xususiy ish joylarida yillar davomida ishlagan, lekin rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmagan. Afsuski, pensiya hisobida faqat men ishlaganman degan gap yetarli emas. Ish staji hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Shuning uchun yoshlar ham, pensiyaga yaqinlashayotganlar ham rasmiy ish, rasmiy maosh va to'lovlar masalasiga jiddiy qarashi kerak. Uchinchi nozik jihat chet elda ishlagan davrlar. Ayrim fuqarolar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlarning pensiya hisobiga kirishi ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy hujjatlar, ish beruvchi tomonidan berilgan ma'lumotlar va qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun chet elda ishlagan odam baribir hisoblanadi deb o'ylamasligi kerak. Hujjatlarni oldindan yig'ish zarur. To'rtinchi nozik jihat qo'shimcha to'lovlarning hammasi doimiy bo'lmasligi. Ba'zi to'lovlar doimiy pensiya tarkibiga kiradi. Ba'zilari vaqtinchalik yoki ma'lum shart bajarilganda beriladi. Masalan, ayrim kompensatsiyalar muayyan muddat yoki muayyan toifa uchun bo'lishi mumkin. Agar shart o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. Shuning uchun pensioner har bir qo'shimcha pulni asosiy pensiya bilan adashtirmasligi kerak. 5-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi hollarda sud qarori, aliment, kredit, ortiqcha to'langan summa yoki boshqa qonuniy asoslar bo'yicha pensiyadan ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Odam kartaga kamroq pul tushganini ko'rib, pensiya kamaydi deb o'ylaydi. Aslida bu ushlab qolish bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bankdan ham, pensiya bo'limidan ham ma'lumot olish kerak. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Sizda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari bo'lsa, hammasini bir joyga jamlang. Hujjatlarning nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda mening pensiyam qanday hisoblanganini, qaysi ish stajlari hisobga olinganini, qaysi davrlar hisobga olinmaganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozishingiz mumkin. Agar og'zaki bo'lsangiz ham aniq savol bering. Menga pensiya ishimdan staj bo'yicha ma'lumot kerak deb ayting. Uchinchi qadam, arxiv masalasini tekshiring. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Ba'zan korxona nomi o'zgargan bo'ladi, ba'zan tuman arxivida, ba'zan viloyat arxivida saqlanadi. Arxivga murojaat qilganda ishga kirgan va chiqqan yillarni, lavozimni, korxona nomini imkon qadar aniq yozing. 1945 yildan 1902 yilgacha falon zavodda ishlaganman degan ma'lumot arxiv xodimlariga qidirishni osonlashtiradi. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Pensiya tushadigan karta muddati tugamagan bo'lishi kerak. Telefon raqamingiz bankda to'g'ri ulangan bo'lsa, tushumlar haqida xabar olib turasiz. Agar karta almashtirilsa, yangi karta ma'lumotlari pensiya to'lov tizimiga to'g'ri bog'langanini tekshiring. Aks holda pul kechikishi yoki qaytib ketishi mumkin. 5-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Agar farzandingiz yoki nevarangiz yordam bera olsa, rasmiy portal va tegishli elektron xizmatlar orqali pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin men bu yerda juda muhim ogohlantiraman. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamlarga bermang. Pasport nusxasi, SMS kod, bank karta ma'lumotlari, PIN kod hech qachon begona odam qo'lida bo'lmasligi kerak. 6-qadam, agar pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplashish yaxshi, lekin yozma murojaatning huquqiy kuchi kuchliroq. Murojaatda ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Masalan, mening 1990-1994 yillardagi ish stajim pensiya hisobida aks etmagan bo'lishi mumkin. Ushbu davrni tekshirib pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Shunday aniq yozilgan murojaat masalani tezlashtiradi. 7-qadam, javobni kuting va javobni tushunmasangiz izoh so'rang. Ba'zan davlat organlaridan kelgan javob oddiy odam uchun murakkab tilda bo'ladi. Men tavsiya qilaman, agar javobda asos yo'q, tasdiqlanmadi, hisobga olinmadi kabi iboralar bo'lsa, buning aniq sababini so'rang. Qaysi hujjat yetishmadi, qaysi davr tasdiqlanmadi, qaysi qonun normasiga asoslanildi? Mana shu savollarni bersangiz, keyingi qadam aniq bo'ladi. Eng avvalo,
ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlardan ehtiyot bo'ling. Hamma pensiya ikkiga bo'linib, yarmi olib qo'yiladi. 6 yoshdan oshganlarga pensiya to'xtatiladi. Faqat falon hujjat topshirmaganlar pul olmaydi. Kabi gaplar ko'pincha to'liq tushuntirilmagan yoki noto'g'ri talqin qilingan bo'ladi. Har bir xabarni rasmiy manba bilan tekshiring. Ikkinchidan, hujjat tayyorlab beraman deb pul so'raydigan odamlarga ehtiyot bo'ling. Arxiv ma'lumotnomasi, pensiya qayta hisob kitobi, bank kartasi, elektron murojaat kabi ishlarni qonuniy yo'l bilan qilish kerak. Kimdir? Men ichkarida tanishim bor. Pensiyangizni oshirib beraman desa, bu xavfli. Pensiya faqat hujjat va qonun asosida oshadi, tanish bilish bilan emas. Uchinchidan, kechiktirmang. Ko'p pensionerlar keyin boraman, farzandim kelganda qilaman. Hozir sog'lig'im yo'q deb yuradi. Lekin arxiv hujjati topilishi vaqt oladi. Ba'zi ma'lumotlarni aniqlash uchun bir nechta tashkilotga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bugun boshlasangiz ertaga natija chiqadi. 1 yil kutib yursangiz, muammo ham 1 yilga cho'ziladi. 4-dan, pul tushumlarini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Har oy qaysi sanada qancha pensiya tushganini yozing. Agar qo'shimcha to'lov bo'lsa, uni ham belgilang. Masalan, yanvar oyida 1 million 200 ming, fevralda 1 million 200 ming, martda 1 million 220 ming tushdi. Shunda o'zgarish bo'lsa, qaysi oyda va qancha farq bo'lganini aniq ko'rasiz. Bu murojaat qilganda ham foydali. Pensiya bu oddiy to'lov emas. Bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, to'lagan badallari, davlat oldidagi huquqi va ijtimoiy himoyasining natijasidir. Agar pensiya hisob kitobi tushunarsiz bo'lsa, odam o'z huquqini himoya qila olmaydi. Agar hamma narsa faqat bitta yakuniy raqam sifatida ko'rinsa, xato bor yo'qligini aniqlash qiyin. Ikki qismga ajratib ko'rsatish g'oyasi yoki tartibi shuning uchun muhimki, u hisob kitobni aniqroq qiladi. Asosiy pensiya qismi nimaga bog'liq? Qo'shimcha qism nimaga bog'liq? Qaysi bir indeksatsiya qilindi? Qaysi bir vaqtinchalik? Qaysi bir stajga bog'liq? Qaysi bir ijtimoiy qo'llab-quvvatlash sifatida berildi? Mana shu savollarga javob bo'lsa, pensioner ham o'zini ishonchliroq his qiladi. Lekin men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Har bir holat individual. Bir pensionerning pensiyasi oshgani boshqasining ham albatta oshadi degani emas. Bir odamda 35 yil to'liq staj, yuqori rasmiy maosh va toza hujjatlar bo'lishi mumkin. Boshqa odamda esa 20 yil staj, ayrim yillar hujjatsiz, ish haqi past yoki arxiv ma'lumoti yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham umumiy gaplarga emas, o'z pensiya ishingizdagi aniq raqamlarga tayaning. Bugungi masalada eng asosiy xulosa shuki, pensiyaning ikki qismga ajratilishi haqida gap ketganda, odamlar darhol pulim kamayadi deb qo'rqmasligi kerak. Asosiy maqsad hisob kitobni tushunarli qilish, pensiya tarkibini aniq ko'rsatish va pensionerning o'z huquqini nazorat qilishi uchun sharoit yaratishdir. Lekin hujjatlari to'liq bo'lmagan, eski ish staji tasdiqlanmagan, bank yoki shaxsiy ma'lumotlarda muammo bo'lgan odamlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, hujjatlaringizni yig'ing, pensiya bo'limidan hisob-kitob tafsilotini so'rang. Arxiv yillarni tekshiring, bank kartangizni nazorat qiling va barcha murojaatlarni imkon qadar yozma shaklda qiling. Shunda siz nafaqat vahimali gaplardan himoyalanasiz, balki o'zingizga tegishli pulni to'g'ri olish imkoniyatini ham oshirasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya miqdori, staj qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha savolga duch kelgan bo'lsangiz, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdan siz pensiyangizda qanday o'zgarish bo'ldi, qaysi muammoga duch keldingiz, barchasini yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bugungi mavzu har bir oilaga bevosita tegishli.